Ya Robbil alamin hech qaysi ota-onaga bevaqt farzandini tobutini ko'rsatmagin. Ya Robbim hech qaysi ota-onaga bevaqt farzandini tobutini ko'rsatmagin. Ya Robbim hech qaysi ota-onaga bevaqt farzandini tobutini ko'tartirmagin ya Robbim. Hech qaysi farzandga bevaqt otasini, onasini tobutini ko'rsatmagin ya Robbil alamin. Bevaqt ko'tartirmagin ya Robbim. Biz seni payg'ambaring sallallohu alayhi va sallamdek toqatli va sinovlisan, dunyolarga toqat qiladigan darajada sabrli emasmiz. Bizlarni farzand dog'i bilan sinamagin ya Robbim. Ya Robbim, mana shu joyda bir qancha birodarlarimiz va bizlardan duo so'ragan birodarlarimiz, kasalxonada yotgan birodarlarimiz, xonadonlarda yotgan birodarlarimiz va seni uyingga shifo so'rab kelgan birodarlarimiz bor ya Robbim, bemorlarimiz bor. Ularga shifo bergin ya Robbim. Seni payg'ambaring sallallohu alayhi va sallam yer yuziga hech qaysi dar shifosi tushmagan degan ya Robbim, Rasulining mana shu hadislari haqqi hurmati. Ya Robbim, mana shu bemorlarimizni barchalariga mana shu joydagi qilayotgan tovoqlari, ichayotgan zamzamlari, ya Robbil alamin olayotgan nafaslarini, vujudlaridagi xastaliklariga o'zing shifo qilib bergin ya Robbina. Ya Robbil alamin, bemorona ahli islomni barchalariga, kasalxonalarda yotganlarga barchalariga o'zing shifo bergin. Ya Robbim, farzand talab birodarlarimiz bor. Mana shu joydagi ziyoratchi hoji o'zingni mehmonlarimiz, onasini farzandlari, o'g'illari, qizlari farzand talab. Ya Robbim, mana shu joyda bizlarni duolarimizga amin deb turganlarning ichida farzand talablari bor ya Robbim. Ularni xonadonlariga zurriyot ato qilgin ya Robbim. Sen zurriyot bermasang, ular qayerdan zurriyot qiladi ya Robbim? Farzand yaratdi sendan o ya Robbim. Seni payg'ambaring sallallohu alayhi va sallam zurriyotlaringlarni ko'paytiringlar, qiyomat kuni ummatimni ko'pligidan faxrlanaman degan. Rasulullohning qiyomat kuni xursand bo'lishligi uchun ham bularga farzand bergin ya Robbim. Shu kunlarda mana shu yangiliklarni bergin ya Robbim. Farzand talablarga mana shu lahzalarda, mana shu kunlarda, mana shu muborak joylarda ya Robbim farzand xabarini, yaxshilik xabarlarini o'zing yetkazgin ya Robbil alamin.